Assalomu alaykum. Yuqorida ko'rilgan bemorlarda holati bilan qisqacha aytib o'taman. Bemorlar bizga CD qopi invaziv o'smasi tashxisi bilan murojaat qilib kelgan. Bemorlarda yoshi, o'smani xarakteri inobatga olinib, bemorlarga eng yuqori texnologik bo'lgan CD qopi radikal sistektomiya deydi. Radikal sistektomiya va shtuder operatsiyasi deb aytiladi. CD qopi olib tashlangan va olib tashlangan CD qopini o'rnida bemorlarda hayot sifatini yaxshilash uchun bemorlarda yoshlarini holatini inobatga olib turib, o'zini ingichka ichagidan ajratilgan holda quvuq yasab, shu quvuqni o'rniga qo'yilgan. Hozirda ushbu bemorlar holati yaxshi, o'zini hayotidan mamnun. Bunday turdagi amaliyotlar hozirgi kungacha shu bemorlarga bajarilib kelyapti. Ta'kidlab o'tish joizki, 21-asr bo'lib texnikalar, meditsina rivojlangan holatda ham bemorni o'z ichagidan quvuq yasab berganimizda ham hech qachon tabiiy quvuq o'rnini bosish imkoniyati yo'q. Shuning uchun bemorlarga yoki aholiga sog'lom turmush tarzini, ya'ni CD qop saratonini asosiy keltirib chiqaruvchi xavf omillaridan biri chekish ekanligini inobatga olsak, tamaki mahsulotlaridan cheklanishni tavsiya etamiz.